Xongir aka, nechta moshin keldi? Qanaqa moshinlar keldi aka? Xudo assalomu alaykum hammaga. Rastamoshkada turgan texnikalarimizdan ikki xil variantimiz bor. Xudo xolasa gazdek, itsalar keldi. Ikkalasi bir xilmi ko'rinishi? Ko'rinishi bir xil, faqat bu metan gazda yuradi, bu Dizelda? Dizelda yuradi. GH6. Hamma narsalar bir xil bo'ladi, faqat buni bak, ikkita baki bor. Ikkita bak. Va undan tashqari buni baloni bunga nisbatan kattaroq, ya'ni 12 2. Metallidan kattaroqmi? Ha. Metallikdan 300 Padushkali bu ham. Motor ichay, korobka fast gear 12 talik. Euro 5 bo'ladi. Sonini, rangini muammosi yo'q, ha, metallika qizil. Bundan xudo xolasa yangi bu kirib kelgan bular, xudo xolasa. Hozircha tayyorada bor. Telefon qilsa narxdan aytamiz. Lekin tez tugab qoladi. Shu tushunadi. Chunki so'raganlar juda ko'p. Shunaqa, akalar aloqaga chiqinglar, metalli kerak bo'lsa metallistdan. Mana bu ham padushka, faqat bir most, ikki most bormi deb so'raydiganlar juda ham ko'p, ikki most hozircha yo'q. Bir mostlikni mana dizelnisi ham bor, metallisi ham bor. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Samarqanddagi Lori Group avtosalonida xudo xolasa ishonchli, tez va sifatli ishlarni bajarib qo'linglarga shu mashinalarni topshiraveramiz. Mana bu rangi ham zo'r ekan. Aloqaga chiqinglar, tez orada mana shunaqa mashina minib, bizning avtosalonga chiqib kelish hammaga nasib qilsin. Charchamanglar, salomat bo'linglar. Kimga nechta FAV kerak edi? Mana yangi Mazda FAV GH6 430 talik. Dizelnisi ham bor, gazlisi ham bor mana. Ham dizelni ekan lekin, qoyil. Dizelnisini kamdan kam ko'rganman, mana dizelni ekan bu. Lekin bitta bo'lsa mana shundan haydab berardim lekin. Bilasizlar, o'zim anchadan buyon reklama qilaman. O'zing reklama qilasan, lekin o'zing olgan bo'larmiding shuni? Ja, maqtaysan Xitoy narsasini deydi. Lekin Xitoy bo'lishiga qaramasdan buni urovini boshqa narsada umuman olganda bu FAV. FAVlar yetib keldi mana Xitoydan. Kimga nechta kerak, qancha kerak, qaysi rangdan kerak, xudo xolasa hammasidan bor. Yana bitta qiziqroq narsa mana boshqacharoq rangi ham kelibdi. Bular eng full komplektatsiyada metanda 12 ta gaz balon va mana bu rang menga ancha yoqdi lekin. Mana shunisidan bo'lsa haydab berardim lekin. Zo'r ekan. Nasib qilsin hammamizga mana shunaqa tegishli. Bunga xuddi shu o'zini rangidaqa qilibdi pritsepchi. Udar, chotkisidan tentovka. Kommentlarda yozib qoldiringlar. Xudo xolasa nasib qilar bizga ham. Endi mana shu Vun kompaniyasi olib kiryapti mashinalarni, balkim bitta poddershka beraversalar bosiraverarmidik. Kommentlarda fikringizni yozib qoldirsanglar yoki plus qoldirsanglar sizlarga narxlarni batafsil qoldiramiz. Batafsil ma'lumotlar uchun pastda nomer ham qoldiraman, sotib olmoqchi bo'lsanglar. Lekin o'zim ham orzu qildim shuni, niyat qildim shuni. Like bosib qo'yinglar, niyat qilganlar. Hammamizga shunaqa zo'r mashina nasib qilsin.